hayat gülzarıya kestim. Tikanları çıktı yol. Sabırları çıktı yoldan. Zarra tikanları, kırfa ilonları çıktı yoldan. Tilimde tel, yüzümde dil, belayı nefs buldu hali. Aman yaman verildi al, düşmanları çıktı yoldan. Tilimde tel, yüzümde dil, belayı nefs buldu hali. Aman yaman verildi al, düşmanları çıktı yoldan. Hammani yaxshi ko'raman. Dada, Ruslarni eng zo'rini qo'ydamiz ko'chalarni. Yoshlikda bu paxtalarni shunaqa terardik, 80 kilo, 90 kilo terardik. Maktabni tugatib, o'qishdan keyin ota-onaga yordamga paxta terishga borardik. Istoriyalar, subhanalloh, qancha vaqt o'tdi oradan qarang. Yoshlik davri. Qo'llar archilib ketardi, mazza bo'lardi. Mani onam 100 kilo, 150 kilo urardi. Mana shunaqa terardi avtomatda. Hozirgi Xitoy mashinalar damini oladi. Ona yurtning bag'rida. Assalomu alaykum qadrdon, salomatmisiz? Bugun hojilarda, hojonalarga, jiyanlarga yakshanba kundan foydalanib, dam kundan foydalanib, qo'y yog', qo'y go'shtida siz xohlagan bir ajoyib somsa qilib beraman. Ko'rasiz, inshaalloh, katta maqtovli somsa borki, siz mana shuni tayyorlasiz, o'sha maqtalgan somsani ham ko'tiga tepadi. Ishoning. Birinchi xamirni qorib qo'yamiz. Hozir xamirni ham hamma yo'g'ini aytib o'taman. Qo'y go'shti, qo'y yog'i, bo'ldi. Piyoz. Boshqa hech narsa kerak emas. Tuz, murch kerak bo'ladi. Qadrdon, Alloh rozi bo'lsin. Ko'zlaganingizga, murodingizga, maqsadiga erishing. Har birimizni yoshi ulug' uydagi duogo'ylarimizni yaratgan ekan umrlarimizni oqsin. Farzandsizlarga farzand ne'mati bilan siylasin. Yaxshi insoningizga unutib qo'ymang. Qayerdan kuzatayotganingizni kanalda yozib qolasiz. Tak, qadrdon, birinchi xamirni qilib qo'yamiz. Keyin go'shtlarni marinovka qilib, piyozlar bilan chotka qilib olamiz. Albatta bu uy tandirda qilamiz. Kuzatishda davom eting. Tak, endi birinchi nima qilaylik? 1 kiloga 1 osh qoshiq qo'shaverasiz. Ya'ni 2 kiloga 2 osh qoshiq tuz bo'lyapti mana. 1 litr suv. Hozir qanchaligini aytaman. Bir litr suvda mana shuncha qolyapti pakka mana. Mana shuncha qolyapti. Keyin ozgina sariyog' qo'shamiz. Dada, men ham qilay. Qo'lim bo'laman. 100 gram sariyog' soldik. Bo'ldi. Yaxshi qattiq qilib, zo'r qilib xamir qilib olamiz. Bundan oldingi video kontentlarimizda juda ko'p somsaga xamir tayyorlaganmiz. O'shalardan bitta ko'rib olsangiz ham bo'laveradi. Bu endi qo'y yog'i, qo'y go'shtligi uchun xamirda nima desam bo'ladi? Yupqaroq ochishga harakat qilamiz, uchun ko'rsatyapmiz buni. Agar mana shu xom xamirni yesang, Muhammadziyo, senga somsa yopib beraman. Qaysi? Qaysinimi? Ha, xom ham ye, og'zingga. Sol. Sol. Ye. Mana 1 litr to'la suv olgandim, mana shuncha qoldi. Ya'ni 2 kilo unga qilganimda. Xamir tayyor, qattiqqina presli xamir bo'lishi kerak.
Ko'ryapsizmi? Hamma hali bir-biriga qo'shilib ketgani yo'q. Buni hozir tindirishga qo'yamizda. Uzag'i 1 soat. Uzag'i 1 soat. Chunki kun issiq, tezlashtirib olamiz yana. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'y qo'rqasidan foydalansangiz ham bo'ladi. Biz imkon qadar qo'yni shu oyog'idan oldik. Inshaalloh hojatdagi chunki laqim go'shti yoqadi. Shuning uchun shunga harakat qildik. So'ylarni yirik qilib ichiga qo'yib yuboramiz. Mana bunaqa so'ylarni. Muhammadzo yop siyib qo'yasan. Gidetabi 2 kilo go'shtga 600 gram dumba yog' qo'shyapmiz. Realizm bu albatta qo'y yog'i, qo'y go'shtida. Yaxshi taom ozgina qimmatroq bo'ladi. Tushundingizmi? Bir kilo go'shtga gideta 20 gram go'shtni mo'ljallab solaverasiz. 20 gram tuz deganim. Tushundingizmi? Bizki qo'limiz chamalab qolgan. Tabga ko'ra murch. Murchni ham svejisini qo'shasiz, tushundingizmi? Impala bo'lsin. Bismillah. Go'sht tayyor. Xamirni ora-orada ishlab turamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, hamma yo'qda realizm boriga o'ynayapmiz mana. Xamir 3 marta ishlaymiz, shu bilan boshlab olamiz. Go'sht tayyor. Piyozni shu jarayonda ko'pik qilib marnovga tayyorlab qo'yamiz. Bismillah. Tak, piyoz to'rg'ayapmiz. Gideta 3 kilo, 3,5 kilo piyoz qo'shyapmiz. Piyoz paxodi pesniga ketaveradi. Xamir tezlashtirish kerak, kech qolib ketamiz. Har bir shirin lazzat tan borki, orqada mashaqqat yotadi. Oshpazlarga ham oson bas. Ne tolka har bir kasb egasiga oson bas. Hamma yo'da mashaqqati bor. Yurakdan chiqsa agarda. Xamirni bir marotaba ishladik, uji tayyorlanyapti. Piyoz deyarli tayyor. Qiyma tuzlari tayyorlandi. Tak. Juplab tayyorlab qo'ysak. Bismillah. Bir gram ham qolmaydi, piyoz 1 gram. 1 gram. Yaqinlashtiring, qarang. Wow. Ketibdi cho'milib kelamiz. Ha? Kichkina basseynlar cho'milmayman. Ya bizi basseynlar unaqa emas. Bizda ilonli basseyn bor, Muhammadzo. Ilonli basseyn. Kartlar qo'y. Uning basseynda yomon muzdi ekanda. So'qatdikmi? So'qatib ketdim. Muzligida boshqasida bo'ringlar. Ilonli basseyn so'g'ib ekanmi? Aldadi hali bu seminariq. Latoy. Iloyim. Ilon yo'q. Xamir tinguncha bir cho'milib keldik loyiqa suvda. To'g'risi, zakanda cho'milib keldik. Tak, xamir tayyor bo'ldi. 3-4 marta ishlaganmiz. Ana endi buni gideta 60 gram naql uzib olamiz. Xamir qattiqqina mana. Mazzali somsa yegiz kelsa, tandir somsa xamirda erinmasdan qattiq qilavering, yo'qmi? Mana hozir sekin-sekin maydalab, tindirib ketishni boshlaymiz. Barcha video kontentlarimizda somsani qanday zuvala qilish, qanday kesishlar ko'rsatib o'tganmiz. Video cho'zilib ketmasligi uchun buni ham ozgina ko'rsatamiz bo'ladi. Mana qilib 60 gramni kesib tindiramiz, zuvala qilib olamiz.
havo ochiqligi uchun aniq bu salafanda turish kerak. Salafanda tursa qazib qolmaydi va somsani bir-biriga chugayotganingiz ham yaxshi yopishadi. Qarang. Dang, 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 dang. Hasan, Husan tayyor. Dummalar qattiq bo'ladi. Qattiq ezasiz, choklari yopilib ketadi. Mana hech narsa qolmaydi. Beton somsa bo'ladi. Somsa teshilib qolmaydi. Ko'p olma, ikkita yetadi. Bo'ldi, o'ra, qazib qolyapti. Mana chaqpaladek aylaninglarchi. Aylan. Jigaringizni sug'urib olaman. Xamir zoti borki, yulib olaman yuragini. Qadrdon, qarang mana, katta-katta qilib ochib olyapmiz. Mana shapaloqdek qilib. Mana yaxshi tayyorlangan xamir. Qarang mana, unsiz ham turaveradi-da, bu yopishib ketmaydi bir-biriga. Otvorsiz ham shaza qilmaydi mana. Hech narsa bo'lmaydi. Yaxshi ishlansa bo'ldi. Tandirda ham oqib ketmaydi, tandirda ham teshilib qolmaydi. Bexijolat. Buni mana ochishni boshlayapmiz. Hozir tandirga o'tib yoqamiz, yordamchilar bor. Qo'y go'shtni olib boramiz hozir. Qarang, laqim go'sht, katta-katta yirik. Qo'y go'shti tez pishadi. O'shuning uchun kattaroq qilganmiz. Buni sal to'rtburchak shaklida qilamiz. Qarang. Deyapsiz? Zamoydi. Bu to'rtburchak ekan-da bu somsalar. To'rtburchak. Abi Imponatsion. 5 burchak qilib menga yetti o'xshatib bering. Bo'ldi, 5 burchagini uylanganingda qilib beraman. Hopmi? Jazajup ustozimiz bilan doimgidek syomkadamiz, qadrdon. Ko'rib o'tiribsiz, mazza qilib mana taomnomani ko'ryapsiz. Bitta like, bitta kommentariya. Bitta like, bitta kommentariya. Kimligingizni izohlarda yozib qoldiring. Inshaalloh yana zo'r kontentlar qilamiz mana. Ustozimiz. Yana bu. Qirq 7 dona chiqdi mana, qaradon. Qarang, qo'y yog' qo'yish inshaalloh. Shunday qilib, tandirimiz cho'zib qizyapti. Hozir yopamiz bolalar. Ozgina pari ketsin, bosamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorug' qilgin. Yiqilganlar oyoqqa tursin. Yaratgan egam siz va bizni barchamiz omadimiz bersin. Bismillah. ...30-35 daqiqa dimlab qo'yamiz. Tandirda qizib terlash mazali, tabiiylik. Botiral do'stim somsani yaxshi ko'rardi, qo'y yo'q, qo'y go'shti. Chaqiraymikin? Davay chaqiraman. Akula! Ko'rdingmi? Mana shunday bo'ladi. Botiral bitta tomat olgin, sous qilamiz. Somsa deyarli tayyor. Impala somsa bo'ladi. Qo'y yo'q, qo'y go'shti. Voy dod desan yeb. Ochilasanmi? Jicha tuz beringlar, bo'ldi. Sous ham deyarli tayyor. Bismillah. Tuz beringlar jicha. Tayyor ha? Bismillahirrohmanirrohim. Qani yaqinlashtirish ko'rchi. Tuxum surkaganimiz yo'q, o'zini suvni svetida singib pishishligi uchun somsapazlar xuddi shunaqalar. Tushunyapsizmi qadrdon mana? Al dente. Tandirda uzoq turadi bu holat. Orqalan, qarang, orqalan chiqqan. Botiral keyin ushapti to'g'ran. Botiral yaxshimi holati? Zo'r. Yo'qmasa bilasan? Yeyishdan boshqa narsa yaramaydi.
Pochi. Qoch. Muhammadziyo. Bizi ko'rsatingchi. Botir Ali. Tayyor mana somsalar. Hojilarga berib qo'ydik. Qani? Bismillah, bitta tataylikchi. Ol. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtligini al dentosini olaverasan. Bismillah. Dede yine. Dede. Yine batırıp iyi. Böyle deysiz. Haberi. Pestochka bo'lib pishganda bug'icha ko'tarilib ketgan teshilib qolmagan mazza. Albatta tayyorlab ko'rishni tavsiya qilamiz, qadrdon. Keyingi video kontentni ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi insonsiz.